Bugun sizlar bilan Ayin Barbershopda ishlaydigan masterlar haqida gaplashamiz. Ismim Abdurahim. Ayin Barbershopda klassika, fet, soqol yo'nalishi bo'yicha master bo'lib ishlayman. Bu sohada 16 yillik tajribaga egaman. Ayin Barbershopimizga tashrif buyuring va xizmatimizdan foydalanib baho bering. Ismim Sobitxon, Ayin Barbershopda master bo'lib ishlayman. 11 yillik tajribam bor. Fet, kreativ sochlarda master bo'lib ishlayman. Kelib ko'ring va baho bering. Ismim Muhiddin, Ayin Barbershopda klassika fet yo'nalishi bo'yicha masterman. Bu sohada 10 yillik tajribaga egaman. Barbershopimizga keling, xizmatlarimizga baho bering. İsmim Bilolxon, Ayin Barbershopda fet, klassik yo'nalish bo'yicha master bo'lib ishlayman. 10 yillik stajga egaman. Ayin Barbershopga tashrif buyuring va xizmatimizdan foydalaning. Ismim Akbarjon. Bu sohada 15 yillik tajribaga egaman. Ayin Barbershop asoschisiman. Barbershopimizga tashrif buyuring va jamoamizga baho bering. Inshaalloh bizning jamoamiz eng zo'r jamoa va masterlarimiz eng kuchli master.